Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi saxiy do'konimizdan 192 motorli benzinli motoblogimiz sotildi. Mana yurg'izib ishlatib berilyapti. Motorlar 192 17-18 osh kuchli bo'ladi. Ballonlari 612 lik. Rollari uzun, bemalol shatga qo'yib ishlasalang bo'laveradi. Boklari 7 litrli bo'ladi. Akkumulyatorlari katta akkumulyatorlardan bo'ladi. Qo'shimchalari 5 qatorli frezasi hamda o'sha ichidagi kulislari bo'ladi. Mana klient o'zi ham minib tekshirib olyapti. Keyin mana narigi 15 ot kuchli motoblogimizni ham hozir tayyorlab, hamma yo'g'ini qilib. Bunisi 15 talik 190. 5 ariqdan kelgan tog'am oldi. Akamlar. YouTube'ga chiqib ketasizlar-da. Bu pachinli 90 gradusga buriladi. Buni ham hozir o'tab tekshiriladi akalar. O't qo'yiladimi aka? Skorslari ikkita bo'ladi. Oldinga 1, 2, o'rta halosli holatda zatniga yuradi. Mana buni ham hozir tekshirilyapti. Zatniga yurishlari. Mana bu ham o'tadi. ...90 hamda 92 firmalari Kentaur Tiller firmalarga tegishli motobloklar. Bunisi 15 talik, unisi 17 talik bo'ladi. Mana qo'shimcha frezalarni qo'yib beryapti. 5 qatorli bo'ladi, ikkalasining ham qo'shimcha frezalari. Kimga shunaqa motobloklar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni.